Mana oyim bilan yashaydigan uyimiz yonib ketdi. Ichidagi mebel, kiyim-kechak, polni deyarli hamma narsa yonib ketdi. Ijtimoiy tarmoqlarda bir bloger qiz o'zini uyini yonib ketganini aytib, aholidan pul yig'ib olgan va o'ziga shaxsiy avtomobil sotib olgani haqida e'lon qildi videoni. Tabriklasanglar bo'ladi. Men 19 yoshimda o'zimga mashina xarid qildim. Bugun izohlarda ham Ichki ishlar vazirligiga jinoiy ish ochish haqida murojaat qilyapti. Bu jinoiy ish ochishga aholining murojaati asos bo'la oladimi? Bu ayol chaqirtirilgan ichki ishlar organlariga u bilan suhbat o'tkazilgan. Aynan o'zini podpischikini oshirish maqsadida, ijtimoiy tarmoqda moddiy ma'lum manfaatga ega bo'lish maqsadida bu ishni amalga oshirganligini aytgan. Lekin hozirgi kunda bizda u ayolni harakatlari ustidan murojaat kelib tushmagan hozirgi vaqtga qadar. Agarda murojaat kelib tushadigan bo'lsa, uni harakatdan norozi bo'lib fuqarolar o'zini demak qandaydir moddiy manfaatlari buzilganligi haqida murojaat kelib tushsa, biz albatta bu bo'yicha ko'rib chorasini ko'ramiz. Lekin aynan hozirgi vaqtga qadar u bilan faqatgina tushuntirish ishlari olib borilib va demak bunday tadbirlar jamoatchilikni sun'iy shov-shuviga sabab bo'lishi va keskin salbiy munosabatiga sabab bo'lish haqida tushuntirishlar olib borilgan. Biror bir holatda jurnalistlar kontekstdan yulib olib tarqatadi-da. Bu ilgari ham bo'lgan, unaqa faktlar boshqa bo'lgan. Gaplashib turganingizda qarasangiz, ular keyin internetda chiqqan holatda boshqacha talqin qilinadi. Shunaqa narsalarni oldini olish uchun agarda bizda imkon bo'lgan bo'lsa, biz buni yozib olgan bo'lsak, biz to'liqligicha bu materialni qo'yib nima deydi, jamoatchilikka yetkazishga harakat qilamiz. Bu ilgari Rost 24 da ishlardi. Anora bilan bo'lgan muloqotimizda ham shunaqa holat bo'lgan. Biz to'liq olib intervyuni qo'yib yuborganmiz. Bu qiz bilan ham holat bo'lgandan keyin men o'shada o'yladim, bu hozir olib endi videoga olib turibdi-ku, kesib o'ziga qulay joyini qo'yib yuboradi deb turib aniq qilish maqsadida shu to'liq olib qo'yib yuborilgan. Yana bitta savolim, ushbu audio yozuvda jurnalistga nisbatan aytilgan Toshingni ter degan kitobni o'qiganmisiz va qanday salom, shunday javob kabi iboralar bilan siz ommaviy axborot vositasi vakili bilan muloqotda qanday professional standartni nazarda tutgansiz? Ne, u kerakli kitob o'qish kerak. Men o'zim muallifiman. So'rasanglar beramiz, o'qib chiqasizlar. Boshqa javobingiz yo'q? Yo'q. Guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Shu sohaga dog' tekkizayotgan xodimlar ham bor. Oxirgi paytlarda o'zingiz bilasiz, kimlarni nazarda tutayotganimni. Ichki ishlar vazirligining ma'muriyati o'zi bunaqa xodimlarga qanaqa qaraydi? Farg'onani nazarda tutyapman, Bekobod tumanidagi ichki ishlar xodimini Keskin chora ko'rilyapti. Mana ichki ishlar organlarini har bir qilgan harakati bu butun tizimga ta'sir qiladi. Shuning uchun bunday xodimlarni birontasini kechirish, ularni qilgan xatosini bekitish, boshqa holatlar bilan ularga yon bosish holati umuman hozirgi paytda bu nafaqat yo'l qo'yib bo'lmaydi. Bu narsa keskin qoralanadi. Favqulodda holat deb hisoblanadi. Agar ichki ishlar organlarini biz bekitadigan bo'lsak bunaqa holatda, agarda biz ularni yon bosadigan bo'lsak, bu yana uchib ketadi. Jinoyat bundan qilgan qoidabuzarlik jazosiz qoladi. Bu esa yana qaytadan tizimga dog' tushirishga va shuncha ko'p sonli xodimlarning mehnatini qoralanishiga olib keladi. Bu narsaga biz keskin qarshimiz va rahbariyat har bir holat bo'yicha, har bir aniqlangan holat bo'yicha keskin aniqlab, tekshiruv o'tkazib, keskin chora ko'rishi talab qiladi. Xodimni harakatiga. Albatta bor, kamchilik bor, bekitib ham bo'lmaydi. Mana shu jirkanch holat. Tezkor qidiruv xodimi, misol uchun Bekobodda qilgan ishi. Endi bu hozir tergov ketyapti, men uni muhokama qilish haqqim yo'q, lekin bu juda ham hech qanday bir jamiyatimizga, madaniyatimizga sig'maydigan bir ta'riflab bo'lmaydigan holat. Yoki misol uchun xodimlarimizni mana aytdingiz, ichib mashina haydab, nima deydi, yo'l transport hodisalarini sodir etish holatlari. Bu ham hech ham bir kechirib yoki boshqa anaqa bo'lmaydi. Chunki u birinchidan qasamyod qabul qilgan ichki ishlar xodimi. Bu namuna bo'lishi kerak.